Hurmatli podpishchilar, mana quyon so'ydik. 2 kilodan ziyodroq, 2,5 kilo. 3 kiloga yaqin. Quyonni endi bo'laklab ovqatga tayyorlashni video qilamiz. Pichoqni beraman. Mushukchamiz och qolibdilar. Shuga birinchi bo'lib go'sht beraylik. Qolgan go'shtlardan oyog'ini kattaligi, quyonimizning zoti flander, yosh quyon go'shti judayam parhez bol, sahr kasallarga tavsiya qilamiz. Bolalarning immunitetini ko'taradi, qariyalarga insulin davleniyani oldini oladi. Sakkiz yildan beri quyonchilik bilan shug'ullanamiz. Doim uyda go'sht bepul. Quyon saqlasangizlar, vaksina ukoldorlarga qarash kerak. Quyon go'shti judayam yengil taom hisoblanadi. Tez rivojlanadi quyonlar. 6 oyda 8 kilogacha, 10 kilogacha bo'ladigan flander quyonlar bor. Germaniyani quyoni, Gollandiyani quyoni. Shunday qilib go'shtimizni maydalab olamiz. Keyingi videoda taom tayyorlashni video qilamiz nasib etsa. Like, podpiska kutib qolamiz.